Farg'onada bir oy yashash uchun qancha pul yetarli bo'ladi deb o'ylaysiz? Endi aka hammani qarachi har xil avvalo. Shaharda yashagan boshqa, qishloqda yashagan boshqa rasxod qiladi, lekin Sizga qancha o'rtacha olganda hozirgi paytda $1,500 atrofida topsa oyiga bo'lib yashasa bo'ladi. $1,500 yetarli bo'ladi siz uchun. Da. Bir oy yashash uchun Farg'onada. Hammaga har xil, hammani sharoiti. Sizga masalan qancha yetarli bo'lardi? O'rtacha 9-10 million yetadi. Bir oyga yeb ichishga hamma yoqqa yetadi. Ha. Bir oy yashash uchun qancha pul yetarli bo'ladi siz uchun? Farg'onada yashayman. Mayli, qaysi viloyatda yashaysiz? Bir oy yashash uchun qancha pul kerak bo'ladi? Yashash uchun $500 yetsa kerak. $500 yetarli o'zingizga. Ha. Bir oy yashash uchun Oilangiz a'zolaringizga hammasiga qancha yetarli bo'ladi deb o'ylaysiz bir oyga? oila a'zolari bilan qo'shib hisoblaganda bir 10 million so'm. 10 millioncha yetarli, siz uchun yetarli. Aha, ro'zg'or bilan oila a'zolari, ota-ona. Instagramimizga obuna bo'lib qo'ying. Janob Semishki Instagram sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Sog' bo'ling.